Bugungi mavzumiz qon-aylanish sistemasi. Qon-aylanish sistemasi odamda qon-aylanish sistemasi yopiq bo'lib, ya'ni katta hamda kichik qon-aylanish sistemasi bo'linadi. Katta qon-aylanish sistemasi deb yurakning chap qorinchasidan chiqib o'ng bo'lmachasiga quyilsa, kichik qon-aylanish sistemasida yurakning o'ng qorinchasidan chiqib o'pka hamda chap bo'lmachaga kelib quyilsa, u kichik qon-aylanish sistemasi deyiladi. Ya'ni chap qorin odamda yurak 4 kamerali, mana bu yerda anatomiyasi bo'lgan. Yurak odamda 3 qismga bo'linadi. Tashqi, o'rta hamda ichki bo'linadi. Tashqi qismi ektokard, o'rta qismi miokard, ya'ni muskilli qavat, ichki qismi endokard. Keyingisi qon tomirlar. Qon tomirlar odamda 3 xil qon tomirlar, 3 xil qon tomirlar, asosiysi arteriya, vena, kapillyar hamda arteriola hamda venola qon tomirlari ham mavjud. Arteriya qon tomiri tashqi tomondan tig'iz biriktiruvchi to'qimadan o'rta qavatdan silliq muskilli, ichki qavatdan epiteliy to'qimasidan tashkil topgan. Vena qon tomirlari ham xuddi shunday tig'iz biriktiruvchi to'qima, silliq muskilli, epiteliydan tashkil topgan. Kapillyarlar esa bir qavat hujayradan tashkil topgan. Kapillyarlar odam sochidan 50 marta ingichka bo'lib, to'qimalarda moddalar almashuvida ishtirok etadi. Ya'ni mana buni bir to'qima deb oladigan bo'lsak, bu to'qimaga arteriya qon tomiri orqali kislorodga to'yingan qon kelyapti. Arteriolalar orqali kapillyarlarga o'tkazib, kapillyarlarda bu yerda to'qimada diffuziya hodisasi bo'ladi. Ya'ni kislorodning konsentratsiyasi karbonat angidridning konsentratsiyasidan yuqori bo'lgani uchun diffuziya hodisasi orqali karbonat angidrid ya'ni kapillyar venola vena qon tomiri orqali to'qimadan chiqarib yuboriladi. Xo'p, keyingisi odamda yurak 4 kamerali, aytilgandek o'ng bo'lmacha, chap bo'lmacha, o'ng qorincha, chap qorinchadan tashkil topgan. Odamda eng yirik qon tomir chap qorinchadagi aorta qon tomiri bo'lib, unda qonning bosimi 40 sm/sekund, arteriyalarda esa 40-10 sm/sekund, venalarda arteriolalarda 10-01, kapillyarlarda 0,1, venalarda 0,3-0,5 sm/sekundni tashkil etadi. Aorta qon tomiri orqali yurakning chap qorinchasidan chiqadi hamda tepaga ko'tarib, mana bu yerda ravoq hosil qiladi. Bu ravoq orqali bu ravoq ikkiga bo'linadi, o'ng hamda chap. Bu ravoq o'ng umrovasi arteriyasi hamda chap umrovasi arteriyasini hosil qiladi hamda uyqu arteriyasini hosil qiladi. Umrovasi arteriyasining vazifasi, misol uchun, chap umrovasi va arteriyasining vazifasi chap qo'l skeletini oziqlantiradi. Uyqu arteriyasi o'z navbatida yana ikkiga bo'linadi. Ya'ni tashqi hamda ichki uyqu arteriyasiga bo'linadi. Tashqi uyqu arteriyasi kalla skeletini oziqlantiradi. Ichki uyqu arteriyasi esa bosh miya hamda ko'z soqqasini oziqlantirish vazifasini bajaradi. Bu yerda mana xuddi shu yerda ketyapti. Keyin bu yerda oyoq qorin yuzasiga kelganda ham yana ravoq hosil qilib ikki oyoq skeletini oziqlantiradi hamda mana misol uchun diffuziya hodisasi bu yerda ham qaytalaniladi va yurak bu vena qon tomiri kelib yurakning o'ng bo'lmachasiga keladi. Ya'ni bunda aytilganidek karbonat angidrid qoni bo'ladi. Karbonat angidridga to'yingan qon bo'ladi. Bu yurakning o'ng bo'lmachasiga kelib quyilgandan so'ng 3 tabaqali klapanlar orqali yurakning o'ng qorinchasiga kelib quyiladi. O'ng qorinchasi orqali yarim oysimon klapanlar orqali o'pkaga boradi. Ya'ni karbonat angidridga to'yingan qon o'pkaga borib, bu yerda ham o'pkada ham diffuziya hodisasi bo'ladi. Lekin o'pkada karbonat angidridning konsentratsiyasi kislorodning konsentratsiyasidan yuqori bo'lganligi uchun bu yerda karbonat angidrid o'pkani siqib chiqarib, o'pka vena qon tomiri orqali yurakning chap bo'lmachasiga kelib quyiladi. Arteriya qon tomiri deb yurakdan chiquvchi qon tomir, arteriya kiruvchi qon tomir, vena qon tomiri deyiladi. Lekin uning tarkibida farq bo'ladi. Misol uchun, yurakning o'ng qorinchasidan chiqqan qon, ya'ni chiqyapti, bu arteriya qon tomiri deyiladi. Lekin unda karbonat angidridga to'yingan qon bo'ladi. Mana bu yerda esa yurakka kiruvchi qon tomir, vena qon tomiri deyiladi. Lekin bu yerda bu yerda lekin kislorodga to'yingan qon bo'ladi. Xo'p, keyingisi mana bu yerda odamda 1 minutda 70-72 marta yurak sistola bo'ladi. Yurakning qisqarishi sistola, bo'shashi diastola deyiladi. Ya'ni
o'ng bo'lmacha bilan bo'lmachalarning qisqarishiga sistolasiga 0,1 sekund, diastolasiga 0,7 sekund vaqt ketadi. Qorinchalarning sistolasiga 0,3 sekund, diastolasiga 0,5 sekund vaqt ketadi. Odamda 1 minutda pulsi 70-72 marta bo'ladi. Bitta sistola bo'lgan yurak bir marta qisqarganda 65-70 millilitr qonni chiqarib yuboradi. Bir kunda odamda 10 tonna qon yurak orqali aylanadi. Ya'ni yurakdan bir kecha kunduzda 10 tonna qon o'tadi. Yurak, misol uchun, yurak 1 minutda 4-9 litr qon yurak orqali o'tadi, ammo u qonning 1 millilitr orqali ham oziqlanmaydi yurak. Lekin yurak toshsimon arteriya orqali, mana bu yerda yozamiz. Yurak toshsimon arteriya orqali oziqlanadi. 1 minutda yurak 200-250 millilitr qonni oziqlanadi. Yurakning qaysi qavati? Yurakning miokard, ya'ni muskulli qavati oziqlanadi. Hop. Keyingisi yurakning qorinchasi, mana bu yerda yurakning qorinchasida bosim 120 millimetr simob ustida bo'ladi. Ya'ni bu yerda bosim yuqori bo'lganligi uchun aortaga qonni haydab chiqarib beradi. Keyingisi yurak erkaklarda 220-300 gram, ayollarda esa 180-220 gramni tashkil etadi. Shu bilan darsimiz tamom.